Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Alif Zuba va bugungi videomizda Minecraft to'ponta klonlarini ko'rib chiqamiz. Qani bo'lsa joylashib olaylik joyligi. Men o'sha videoni boshladim. Chak Minecraftimizda yangidan qo'shilgan narsalar ko'p, lekin ularni yaxshi emas narsalar ham bor. Masalan, bizga misli narsalar qo'shilgan. Bizning Minecraftimiz oldida qurol qo'shilgan, qurol qo'shilgan, bizga legenda qurollardan bizga kelgan uchadigan gaz, o'zimizga xursand gaz qo'shilgan. Keyin mana narsa qo'shilgan demak, mana sunduqlar qo'shildi. Albatta bu ham bor edi, bu ham nimadir bo'lib ochmayapti. Modli bo'lgan boshqa narsa yo'q. Mana sirlar yotibdi, mana bu bor va mana ancha oldin bildik 80 versiyada o'zi animatsiya qo'shildi, lekin bu rasman bir xonada chiqdi. Epicast olin ta 2 pochka bormi, shu 2 pochkani olamizda mana yerda qo'yamizda basharasiga qulamizda. Keyin buni qor bilan boqsak bizga qorli beradi. Shu uchun bitta lapatka olamiz tez bo'lishi uchun. Lekin topib ana mana bor puldan topib nima qilib olsang bo'ldi deganlar uchun mana yemisanmi mana? Meni qoldiram. Yusek bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Chiqib qoldim. Obuna bo'linglar, videoga like bosinglar, sizlar bilan Alif Zuba va Minecraft original versiyasi. Sizlarga sifatli tekin banner avatarkalar va previewlar kerak bo'lsa, Rohubek desigdan tavsiya qilaman. O'zim shularni yasattiraman. O'zim sababchi shunaqa gaplar Rohubekka bosasizlar. Mana o'zlari xos onlayn ekanlar. Men o'zim yozdim. Men video olyapman shu to'ponta Minecraftlar klonlari haqida deb yozdim. Ular endi o'qibdilar, keyin hozir yasab beradilar. Va bizning ikkinchi Minecraftimiz bu craft block ekan. Craft block esa unga baho beramiz. O'zimizga top 1 ga chiqdi hozircha. Menimcha yana top 2 da qoladi. Do'stlar, obuna bo'linglar, videoga like bosinglar, sizlar bilan Alif Zuba va yana shunaqa videolar chiqmaydi. Shu uchun boshqa videolarga ham o'tib o'sha qaysidir videolarga ovoz berdik. Hozir buni kirishini kutib ketamiz. Shu uchun va nomiga bitta qarasanglar, Craft Master ekan. Shu uchun pauza qildik va play bosamiz. Bu o'yin yaxshi emas. Yaxshi, lekin buni oddiy PC telefonda o'ynaysiz. Hozir lekin Minecraft o'zi original Minecraft klonini ham boshlaman. Unda lekin to'g'ri, original Minecraftdagi faqat kuchsiz telefon uchun yaxshi ishlaydi. Hozir buni kirishini kutib 300 yil qolib ketmaslik uchun pauza. Va biz Minecraftga kirishimiz bilan Herobrine ovozi uxlatib qo'ydi bizni. Ovozida turibdi. Mana bu lekin men вообще o'rganish olmadim. Yurish. Mayli, biz sirasi inventarga o'taveramiz. Inventar yam-yashil ekan. Короче, bunga yangi qo'shilgan aslaha yo'q bitta. Masalan, nima misli aslaha yo'q bitta. Masalan, bu ham yo'q ekan. O'zinglar bildinglar, o'sha nimaligini. Boshida aytgandim, yo'q, tuxumlarga kelar bo'lsak, eng oxirgi qo'shilgan tuxum bu shu oddiy mana bu tuxum. Hozir bundan keyin nimalar qo'shilib ketdi. Shu uchun bunga baho beramiz. Bunga baho beradigan bo'lsam, bunga kamroq baho, masalan 3 qo'ydim. 4 qo'ying, qaytamiz 4.
va bizim craft blokka esa boya aytganimdek uchlar qo'ydik va Lucky Craft'dagi bunga 100% video bu ikkinchi video bo'lib qoldi, chunki oldingi video yoqqan deb o'ylasam yoqmagan ekan. Chunki u video yo'q video olayotgan bo'lganman, короче, lekin videom yoqmasdan olayotgan bo'lganman. Sizlarda ham bo'lganmi? YouTuberlarda 100% bo'lgan, 2 soatlik videosi 100% bo'lgan. Faqat bunga ko'rmadi, mana shunaqa bo'ldi, aslida tezda keyin men bunga 3 bor qo'yib qo'ydim. Zato bunga bizni 3 ta editimizni qo'ygan edi, bu odamni reklama qilamiz. Agarda sizlar ham meni editlarimni qo'ysangiz, sizlarni ham reklama qilaman. Albatta, sizlar Alif Zubi uchun edit deb yozishingiz shart bo'ladi va shu bilan sizlarni editinglar. Nima deydi? Sizlar обязательно keyin meni atmetga qilib va meni hashtagimni ikkitasidan ham foydalanishingiz kerak bo'ladi. Xohlasanglar o'zingizlarga kerakli 1 ga, 2 ga, nechga bo'lish xohlasanglar, keyin обязательно 30 ga ham qo'yib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ati 30 ga qo'yish shart emas. Sizlar editlar qilinglar. Editlarga esa gap bo'lishi mumkin emas. Obuna bo'linglar, videoga like bosinglar, обязательно Alif Zubi klassga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Bu seni kanaling-ku deganlar uchun bu meni kanalim emas. Men bunga homiylik qilganman faqat bo'ldi. Va biz oxirgi Minecraftga keldik. Va bu Minecraft 1.21.50 klon versiya. Shu hamma nima deydi, kuchsiz telefonlarga ham yaxshi tushadi. Bu klon bo'lgani uchun buni hech kim topmaydi. Faqat men Telegram kanalimdan topsangiz bo'ladi. Telefon tushib ketdi. Obuna bo'lamiz, videoga like bosamiz. Sizlar bilan Alif Zubi va u ham обязательно Minecraftda o'xshagan va bu qandaydir qora. Bu обязательно Minecraftga o'xshagan, bemalol kirib o'ynasanglar bo'ladi. Alif Zubi siyla deb kommentga yozinglar. Video shu bilan tugadi.